Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Xush kelibsizlar. Nima masalada murojaat qildingizlar? Assalomu alaykum. Men Babayarova Feruza bo'laman. Yangiariq mahallasidan keldim. Bolalar nafaqasini olaman. O'sha ijtimoiy tarmoqlardan eshitib qoldimki, shu gazga, svetga kompensatsiya to'layotgan ekansizlar. Shunga ariza berishga keldim. Hurmatli fuqaro, to'g'ri murojaat qildingiz. Prezidentimizning 134-sonli qaroriga asosan kompensatsiya to'lovlari joriy etilgan. Shu qarorga asosan kambag'allik reyestrida turgan fuqarolar va ijtimoiy himoya yagona reyestrida turgan fuqarolarga kompensatsiya to'lovini me'yordan oshgan summalarga to'lab beriladi. Sizdan talab qilinadigan faqat ariza. Shu arizangizga asosan har oyida me'yordan oshgan qismiga kompensatsiya to'lovlarini to'lab beramiz. Hurmatli fuqaro, arizalaringiz dasturga kiritildi. Elektr energiya va tabiiy gaz to'lovlari uchun me'yordan oshgan qismiga har oyida kompensatsiya to'lovlari plastik kartangiz orqali to'lab beriladi. Yangiariq mahallasida yashayman. Ikkita farzandim bor. Men bolalar nafaqasi olaman. Tabiiy gaz va elektr energiya uchun kompensatsiya to'lab borilayotgan yangi qaror chiqibdi. Prezident qarori, biz bundan xursandmiz. Mana biz bugun inson markaziga kelgandik, ariza topshirdik. Bu yerda hech qanaqa ovoragarchilik yo'q ekan. Mana bundan tashqari yana mahallamizda ijtimoiy xodimimizga ham topshirsak bo'lar ekan arizamizni. Bu orqali bizga har oy kartamizga me'yordan oshgan qismiga kompensatsiya to'lab borilar ekan. Biz bundan xursandmiz. Oilamiz budjetidan ancha yengillik bo'ladi biz uchun. Buning uchun prezidentimizga rahmat.